Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrlik Qur'ondan nazar programmasininki hurmatli ko'ruvchilar. Bugungi Pidoylar ekranidagi Qur'ondan nazar programmamizda monopol qilingan siyosat degan temani to'xtalamiz. Assalomu alaykum ustoz, qanday ahvollar, yaxshimi? Assalomu rahmatulloh. Qanday ahvollar, Chimatullama? Yaxshi, Pidoy qarindoshimiz yaxshi turibdi. Qisqacha mazmunda bir nima qilib o'tay. Her haftada birden devam kılıvatkan Kur'an'da Nezer namlı programının 88. sanıda bugün monopol kılınan siyaset toğrusida toxtalib o'tamiz. Xabaringlarda bo'lgandek, Uyg'ur jamiyatida e'tiqod har qandaq narsani va har qandaq sohani monopol qilib olgan. Uyg'ur madaniyati, urf-odati, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, xususiy va ilmiy qatlamlargacha monopol qilib olingan. Cümleden dinçiler siyasetni e'tiqod bilan, mezhepler bilan, ibadet bilan, musulmonlik va g'ayri musulmonlik qatorliqlar bilan monopol qilib keldi va kelyotidi. Lekin Qur'onga asosan siyaset ichki jihatdan adolat ostidagi barobarlikni va tashqi jihatdan davlat va millatning oliy manfaatini asos qiladi. Bu nuqtani ko'radigan holda bugun ustoz endi bu yaqinqi 5-6 programda deb kelyapmiz. O'zlari yaxshi ichib so'zlab berdilar. O'sha hamma narsani e'tiqod, iymon, e'tiqod nuqtasini qarab turib o'lchab olishga bo'lmaydi. Islom unga da'vat qilmaydi dedilar. Shunga chetishlik avvalkim. Qani marhamat, sizdan tinchayli. Qur'ondan nazarning 88-qismi monopol qilingan siyosatni. Assalomu alaykum. Dunyoning qaysi joylarida hurmatli qarindoshlar, hammalarniki har vaqt xayrli bo'lsin. Biz yuqorgi programmaning ichida siyosat haqida to'xtalgan. Shuningdan biraqor monopol qilingan taraflarni az bir qismini anlatgan bo'lsak-mu, lekin ko'p tarafining o'zini anlatib bo'lolmagan. Hozir yana to'liq bo'lmasa-mu, bir qism yana anlatılmagan yana bir qism tarafining o'zini anlatishni muvofiq ko'rdik. Qur'oni Karimga asoslangan vaqtida siyoset ikki turga bo'linadi. Birinchi ichki siyoset, ya'ni davlatning ichidagi siyoset bo'ladi. O davlatning ichidagi siyosatda butun o'zi davlat fuqarolari qaysi din, qaysi mazhab va qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar o'xshash muomalaga uchrashi lozim. Ya'ni ma'mur xodimlar, davlat o'zi rahbarlari, prezidentdan tortib hammasi butun fuqarolarga o'xshash muomala qilish. Uning diniga qarab emas, yoki mazhabiga qarab emas, yoki millatiga qarab emas, insonlik nuqtasidan hammasi o'xshash inson va hammasi mush davlatning o'xshash fuqarosi degan holatda o'xshash muomala qilish lozim. Qur'ondagi bekitilgan, ya'ni ichki siyosat mushundoq. Buningda misol shu fuqarolarning ichida yordamga ehtiyojli bo'lgan kishilar bo'lsa, mayli u qandoq dinni, qaysi dindan bo'lishini qat'iy nazar, qaysi millat bo'lishini qat'iy nazar, shu davlatning fuqarosi bo'ladi ekan, uningga o'zi yordamga ehtiyojli bo'lgan insonlarning har qandoqqa o'xshash holatda yordam qilish, qonunda belgilangan bo'yicha yordam qilish bu o'zi bekitilgan. Shuning uchun Qur'oni Karimda musulmonlarga yordam qilindi yoki mu'minlarga yordam qilindi. Qolgan o'zi kofirlarga, Yahud nasoraga yordam qilinmaydi deydigan bundaq o'zi biror ibora yo'q. Bu yordam, ya'ni davlatniki o'zi umumiy insonlarga, ya'ni shu yerdagi yordamga ehtiyoji bo'lgan odamlar kim bo'lishiga qat'iy nazar, uningga o'zi belgilangan bo'yicha o'xshash yordam qilish bu belgilangan. Qonun oldida degan vaqtda qonun oldidami har qanday fuqaro, ya'ni shu davlatniki fuqarolari qaysi dinda bo'lsin, qaysi mazhab yoki qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar qonun oldida haq-huquqi o'xshash darajada qo'g'dildi va jazolanadigan ish bo'lsa-mu o'xshash jazolandi. Ya'ni
bir mu'min birisi o'zi jinoyat o'tkazgan bo'lsa, uningga o'tkazgan jinoyatining o'ziga oz jazo berib, boshqa yahudi yoki nasara yoki kofir, ya'ni mushrik bo'lgan bo'lsa, uningga o'zi og'ir jazo berilgan bundaq qoida Qur'oni Karimda aslo yo'q. Ya'ni qilgan jinoyat ishi, ya'ni qanchalik og'irlikda bo'lsa, shu og'irlikqa qarata jazoni berish bu Qur'oni Karim bekitgan bir o'zi prinsip. Ya'ni u yerda aslo o dinchilik qilish, millatchilik qilish, ya'ni davlatning ichida yoki mazhabchilik qilish orqali boshqa dindagi, boshqa mazhabdagi yoki boshqa millatga ziyon soladigan yoki uningga jazoni og'ir berilgan mundaq ishlarning bo'lishini Qur'oni Karim qattiq cheklaydi. Endi davlatning ichida. Hamda bu haqda yana Qur'onda nurg'ulg'an oyatlar bor. Misol Kafirun surasi butunlay shu to'g'riliq tushirilgan sura. Misol Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun va la antum a'budun ma a'budu va la ana a'budu ma a'badtum va la antum a'budun ma a'bud lakum dinukum valiya din degan mana shuning o'zi har odam o'ziniki diniy e'tiqodiga o'zi amal qilishi nazar tutildi. Ya'ni bundan ma'lum bo'ldiki, bütün dindikilarniki diniy haq-huquqlari, ya'ni e'tiqodiy haq-huquqlarniki hammasi qo'g'dildi, o'xshash holatda qo'g'dildi. Iymon keltirgan mu'minlarniki qo'g'dilib, qolgan kofirlarniki yoki boshqa o'zi nimaga mazhabga e'tiqod qiladigan yoki boshqa millatniki diniy e'tiqodiga hujum qiladigan va uni kamsitadigan yoki uningga o'zi zarar beradigan mundaq ishlarni qilish bu o'zi Qur'oni Karimda cheklangan bir ish. Ya'ni bir davlatning ichida, misol Turkiya davlatining misolga olsak, u davlat ichida mu'minlari bor, ya'ni Allohga ishonadigan, ishonmaydiganlari bor, yahudisi bor, nasarasi bor, buddistlari bor, misol nurg'unlagan har xil zardushlari bor degandek, nurg'unlagan dinga e'tiqod qilgan insonlar bor. O e'tiqodning hammasi shu insonlarning o'zining shaxsiy ishi hisoblanadi va davlatniki qonunlarga ularniki bo'ysunish mukallafiyati bor. Ya'ni ular davlatning qonuniga qat'iy bo'ysunish kerak. Bo'ysunib bojni to'lab joyida qilgan bo'lsa, ularning haq-huquqlari, ya'ni mol-mulki, jenining o'zini qo'g'dash davlatniki vazifasi bo'ladi. Hech bir vaqt Allohga ishongan, ya'ni mu'minlarniki haq-huquqlarini qo'g'dishimiz bizga farz yoki bizning ustimizga vazifa. Qolganlarnikini o'zi qo'g'dimsa ham bo'ladi yoki qo'g'disa ham sal bo'sharoq qo'g'disa ham bo'ladi deydigan bunda qoida prinsip aslo Qur'oni Karimda mavjud emas. Ya'ni bütün har qanday diniy e'tiqoddagi insonlar bo'lishini qat'iy nazar insonlik nuqtasidan, haq-huquq, ya'ni adolat nuqtasidan hammasiga adil muomala qilish, haq-huquqlarga to'liq kafolatlik qilish va ularga agar yordamga ehtiyoji bo'lsa, hammasiga o'xshash holatda qiyinchilik uchirganlarga to'g'ri holatda yordam qilish bu o'z nihoyatda Qur'oni Karim bekitgan eng o'zi muhim prinsiplar. Ya'ni davlatchilik prinsipining ichidagi eng o'zi muhim prinsip. Ya'ni davlatchilikda adolat bilan barobarlikning o'zini asos qiladi. Qur'oni Karim davlatniki fuqarolari barliq fuqarolar haq-huquqda barobar va adolat oldida barobar shunday o'zi muomala qilinish Qur'oni Karimniki ko'rsatgan eng o'zi asosli prinsiplarniki birisi, ya'ni davlatchilik nemisida. Yana o'zi Qur'oni Karim sura Baqarniki 256-oyatida la ikraha fid-din qad tabayyana rushdu minal g'ay faman yakfur bit-tag'ut va yu'min billahi faqad istamsaka bil urvatil wusqa la infisama laha vallohu samiun alim degan mush oyatning o'zidimi bir dindagi insonlarni yana bir dinga o'zi majburlash yoki dindan chiqishga majburlash, hozirgi Xitoyniki siyosatga o'xshash, islom dinidan chiqib ketishga majburlashga o'xshash shunday qiliqlarni qilish Qur'oni Karimda cheklandi. Ya'ni yig'ib aytgan vaqtida insonlarniki diniy e'tiqodiga, ya'ni e'tiqodiy o'z ishlariga davlatniki arilishi tamoman cheklandi. Hech qanday bir davlat xodimlari
o insonlarniki e'tiqodi qarta ish verish, e'tiqodi qarta jazolash ve e'tiqodi qarta yordam berishga o'xshash yoki e'tiqodi qarta o'zi uni xizmatga o'rinlashtirishga o'xshash bundaq ishlarni qilish tamoman cheklandi. Ya'ni u o'zi Allohga, payg'ambarga ishonadigan ve mo'min, taqvo bir mo'min kishi ekan, uning o'zini ma'u davlatning raisi qilayli. O o'zi namoz o'qimaydigan yoki dinga ishonmaydigan bir odam ekan, uning o'zini davlatning raisi qilsak bo'lmaydi degan bundaq ishlar Qur'oni Karimda cheklandi. Kim davlatning raisi bo'lishga salohiyat to'shsa, davlatni to'g'ri boshqarishga iqtidor egasi bo'lsa, uni davlatning beshiga akilish Qur'oni Karim belgilagan bir belgilama. Ya'ni o'zi Qur'onda omonatni ahliga berish degan mavzuda to'xtalgan vaqtda buni bir qora deb o'tdik. Ya'ni omonat degani davlatni so'rashdan iborat bu omonatning o'zini kim to'g'ri tutib, davlatni to'g'ri o'zi yetaklab mang'alasa, xalqqa to'g'ri yo'l ko'rsatib mang'alasa va davlatni o'zi xalqaro siyosat va har sohada qutqizib mang'alaydigan bir iqtidor egasi bo'lsa, xalqqa to'g'ri yo'l boshlay oladigan iqtidor egasi bo'lsa, u vaqtda nima degan vaqtda davlatniki raislikka shu odamni o'zini saylash davlat fuqarolarining vazifasi bo'ldi. Ya'ni uniki iymon e'tiqodi qarab, uning o'zini davlatniki raislik saylash Qur'oni Karimda belgilanmagan. Yana o'zi Sura An'amdagi 108-oyatida "Vala tasubbul-lazina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighayri ilmin" degan mush oyatning o'zidimi bir dindagi insonlar, ya'ni davlat shundaq o'zi muhim bir vazifani ustiga olish kerakki, ikki dindagi insonlar bir-birining diniga hujum qilishga yo'l qo'ymaslik. Yoki ikki shaxsiy bo'lishdan qat'iy nazar, ikki dindagi insonlarniki bir-biriga hujum qilish, bir-birining diniga haqorat qilish va kaza ishlarga yo'l qo'ymaslik. Agar uni shunday qilgan taqdirda uni jinoyat o'tkazgan holatda o'zi nim qilib, uni jazo berish bu o'zi Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'l. Ya'ni hech bir inson, yana bir insonniki e'tiqodiga aralish haqqi, huquqi bo'lmaydi. Qur'oni Karimda buning o'zini ko'rsatdi. Hamda dinning o'zini, e'tiqodiy sohaning o'zini tashviq qilish, tabliq qilish bu bo'ladi. Ya'ni har qanday bir diniy olim Allohga ishonish, payg'ambarga ishonish, oxiratga ishonish, malaikalarga, kitoblarga ishonish degandek buning o'zini har xil ilmiy usulda tushuntirib o'tirib qo'yish bu haqqi bor. Chunki Qur'oni Karimda e'tiqod erkinlik va so'z erkinlikdan iborat bu ikki erkinlik bor. Ammo aslo yana bir insonning o'zini men to'g'rini so'zlayapman, sen mushuning o'zini qabul qilishing kerak deb u e'tiqodning o'zini tengish va u e'tiqodga zo'rlash, majburlash aslo o'zi haqqi bo'lmaydi. Xolisa uning o'zini qabul qilish, xolamasa qabul qilmaslik, u shu qabul qiluvchiniki o'ziniki ishi hisoblandi. Bu vaqtda Sura Kahfniki 29-oyatida "Ve kulil haqqu min rabbikum femen şa'a felyu'min ve men şa'a felyekfur inna a'tadna lizzalimin naran ahata bihim suradiquha ve iyyestagisu yugasu bima'in kelmuhli yeşvil vucuh bi'sa şarab ve sa'at murtafaqa" degan mush oyatning o'zida sen haqni so'zla. Haqni deganning o'zi haqni haqiqati bilan, dalil isbotlari bilan qo'yib insonlarni qoyil qildik seviye bilan so'zla degan gap. Ya'ni mush Qur'onni ko'rsatib qo'yib, mush Qur'oni Karim haq kitob, mushunga ishonishinglar kerak, andaq-mandaq deb yurishga hojat yo'q. Qur'oni Karimning ichidagi narsalarning o'zini, oyatlarning o'zini yaxshi tushuntirib insonlarga uning dalil isbotlarini yaxshi qo'yib, o'zi insonlarga tushuntirish u diniy olimlarning vazifasi. Lekin uningga ishonguchi xolisa ishonish, xolis ishonmaslik u ishonguchining o'zining shaxsiy ishi. Ammo men haqni so'zladim, sen mushu narsaga ishonmasang bo'lmaydi, deyishga aslo bo'lmaydi. Ya'ni Qur'oni Karim buni cheklaydi. Yani demek Qur'oni Karimda davlatning ichidagi fuqarolarga berilgan huquq nima degan vaqtda so'zlash huquqi berildi, lekin o'zi so'zlagan narsaga boshqalarni majburlash yoki boshqalarniki so'zlaganiga haqorat qilish yoki uning o'zini ayiblash huquqi berilmaydi.
u vaqtda nima bo'ladi degan vaqtda, u vaqtda boshqalarniki haq-huquqqa tajovuz qilgan bo'ladi. U o'z jinoyat o'tkazgan bo'ldi. Davlat uning o'zini jazolash huquqi bo'ldi. Hech bo'lmasa ayplash yoki iqtisod jazo, eg'ir bo'lsa turm jazosi, o'xshash har xil jazolarning o'zini qilgan, ya'ni o'tkazgan jinoyatniki eg'ir yenilik qarta jazolash bo'ladi, jazolaydi hukumat. Ya'ni shundaq o'zi huquqlarni hukumatga Alloh taolo bergan. Bu haqda Alloh taolo Sura Niso'ning 5-oyatida inna anzalna ilaykel kitabe bil haqqi litahkuma beynen nasi bima arakallah ve la takun lil hainina hasima degan oyatda shuni belgilaydi yani. Mushada o'zi mu'minlarning orasida hukm qilgan chaqda haq bilan hukm qil. Yoki bo'lmaydi kofirlarning orasida hukm qilgan chaqda haq bilan hukm qil demasdan insonlarning orasida. Yani kim bo'lishini qat'i nazar, qaysi e'tiqod, qandaq e'tiqod va qaysi millat bo'lishini qat'i nazar, uning o'zi o kishiga hukm chiqargan vaqtida haq bilan, ya'ni adolat bilan o'zi hukm qilishning o'zini Alloh taolo mushada bo'ryapti yani. Demak, bu yerda sotchilar, ya'ni davlatning sotda ishlaydigan insonlar bo'ladi. Bu sotchilarning o'zi hukm chiqargan vaqtida uniki diniy e'tiqodi qaramaslik va millati qaramasdan uniki qilgan ish harakatiga, ya'ni o'tkazgan jinoyatga qarash. Qur'oni Karim mana buni tavsiya qiladi, buningga boraydi. Asla o'zi uniki shaxsiyatiga qarab hukm chiqarishga bo'lmaydi. Ya'ni Qur'oni Karimning ichidagi ichki siyosatning o'zida mushu narsalar belgilandi, qonun jihatdan mushundaq narsalar belgilandi. Asla o'zi bir millatga yoki bir dindagi insonlarga yaqinchilik qilib, boshqa din va boshqa millatga jiroq turib muomala qiladigan bundaq ishlarga yo'l qo'ymaydi Qur'oni Karim. Siyosiy jihatda butun o'zi davlat fuqarosiga o'xshash musofat turib siyosat qilish bu Qur'oni Karim belgilagan siyosatning o'zi nemasi endi. Siyosatni qanday tutishniki bir ko'rsatmasi. İkinchisi, yani siyosat ikki turli deb buruntat deb kelyapmiz uni. İkincisi tashqi siyosat. Tashqi siyosat bo'lib, o tashqi siyosatda asla o'zi millat, din, mazhab ne qilinmaydi, maqsad qilinmaydi. Palani millat bilan biz o'zi tashqi siyosatda mandaq o'tishimiz lozim yoki pustan dindagi insonlar bilan yoki pustan mazhabdagi insonlar bilan yoki davlat bilan biz mandaq yaxshi o'tishimiz lozim. Mandaq o'zi palani o'zi e'tiqoddagi insonlar bilan yoki davlat bilan biz o'zi yomon o'tishimiz lozim degan bundaq bir narsa Qur'oni Karimda asla o'zi belgilanmagan. Belgilangan narsa nima degan vaqtda davlatning oliy manfaatini chiqish qilish. Davlatniki va millatning oliy manfaatini chiqish qilish belgilangan Qur'oni Karimda. Uning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda davlatning oliy manfaatini chiqish qilmasdan u yerda millatchilik yoki masalan bizda bor bu shu halqi Turkiy millatlardan panoh tilaydigan yoki bo'lmaydi musulmon millatlar, musulmon mamlakat deb atilib qolgan ashlarning o'zi ashlarning yordamiga erishishni maqsad qiladigan bundaq narsalar bor. Bu yerdagi Qur'on nima deydi degan vaqtda tashqi siyosatda faqatla millat va davlatniki oliy manfaatini asos qilish qilib siyosat qilishning o'zini bo'raydi. Endi Qur'oni Karimda ko'rsatilgan siyosat mana shu ikki turga bo'lindi yuqorqidek. Bu nihoyat o'z amaliyotga uyg'un ham insonlarniki ishlarining o'zini, ya'ni siyosatdagi yo'llarini to'g'ri o'z yo'ritib bera oladi bu. Misol davlatning ichida shunday siyosat qilgan vaqtda boy degandek hamma odamga barobar muomala qilish. Har butun fuqaroni davlatniki fuqarosi va haq-huquqda o'xshash deb muomala qilish bu nihoyat davlatning ichidagi bütün fuqarolarniki o'rtaq o'z nemasiga himoyasiga erishkili bo'ladigan millatni o'rtaq bir yerda bir gavda qilib tutib turishga asos soladigan nihoyat yaxshi bir o'zi nima endi yo'l. Tashqi siyosatdimi nihoyat keng doirada shunday yo'lni ochib o'tishlik u nima degan vaqtda davlatning oliy manfaat. Chunki
tashqi siyosatda boshqa davlatlarga adil bo'lsa, adil bo'lmasang olmaydi. Andaq mandaq deb digil olmaydi. Nima ish degan vaqtda o tashqi sirtqa chiqqandakinlar o boshqa davlatning fuqarosiga o prezidentlikka kuch yetmaydi. Onun gepi o'tmaydi. Undaq bo'lgandan keyin faqatla o'zining ishini qilib, boshqalarning ishiga aralashmay, bu yerda davlatning manfaatini asos qilish o Qur'oni Karimda belgilangan belgilama. Yani mush bo'yicha manqa vaqtida o davlatni so'rg'ili bo'ladi, davlatni qurg'ili bo'ladi, qandaq odam bilan muomala qilishma nihoyat aniq bo'ladi yani. Endi an'anaviy dinda-chu degan vaqtda an'anaviy dinda yani hozirgi an'anaviy din deganimiz endi mana mushu kitobni asos qilgan din. Yani o'zi hidoya deymiz ma kitobning o'zini. Yanbisi va Sharvaqoy deydi. Mana mushu kitoblarni asos qilgan. Bu kitobniki o'zi asos manbasi ikki tal o'z oyatni yozib qo'ygan bo'lsa, 10 tal rivoyatni naql keltirib, shunday asosan rivoyatga uningdagi arabniki kona payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lishining oldidagi arablarning kona dinini asos qilgan bir o'zi kitoblar endi. Mana mush kitobni mushu o'z an'anaviy dinning asosi, mana mush an'anaviy dinga asosan ichki siyosat qanday olib berildi. Degan vaqtda ichki siyosatni qanday o'zi olib berish, ya'ni qanday monopol qilish ishlari mana shu bilan o'ttirib chiqdi. İchki siyosatda diniy e'tiqodga, mazhabga, millatga qarab muomala qilish belgilangan. Yani asla o'zi butun o'zi bir davlatning ichida har xil diniy e'tiqoddagi har insonlar va har xil millat yashaydigan bir davlat, Turkiyaga bir davlatni misolga olsak, ayndaq bir davlatning ichida prezident bo'lsa, misol Allah'a ishongan, yana payg'ambarga ishongan, yani mu'min deymiz-da mana shu vaqtda. Uning mu'min taqvo bir mu'min bo'lish kerak. Bundaq narsalar yozilgan. Mana bu kitobniki nemisda bor shuning hammasi bor. Shu ko'rvasi bo'ldi, nima qilganlar? Buning o'zi mashhur bir kitob. Hidoya desa hammadan bildi buni. Mana shu o'qiganning asosi hammasi bildi. Uniki mazhabiga qarab, uniki o'zi millatiga qarab ishga elish, ishga o'rinlashtirish yoki hukumatniki bir o'zi ma'muriy o'rinlarga o'rinlashtirish, yani shu e'tiqod va millatiga qarab o'rinlashtirish avjab ketgan, ya'ni shuni asos qilgan. Masalan, oldimizda o'tib ketdi shu Bashar Asad deganning o'zi, ashimi o'zi Alaviy toifaga mansub odamga aş hakimiyet beşiği bütünley özüneki mezhebi terpedeki insanların özünü uğurlaştırgan. Toxtaptı bu devlet mançı milyon insanlar yaşayan bir devlet. Bu devlette bütün öz insanlar okşaş hukuk ege demezsin. Aşağıda özüneki mezhebi ve özünün kabilesi terpedeki insanlarını hukuk uğurlaştırgan. Şunun olan o devlet ben hazırki vaxtda milyon insanların beşiği çıkan bir devlet olup kaldı hem de. Saudi Arabistan'da başlaq. Saudi Arabistan'da mı şu padişahınki kabilesi terp olgan insanlar cıqaraq aşındaq özü hukukka uğurlaşıdığan asasen şu asas hukukunu aşıla tutudu mesela. O xalığan insan o berip hukukka erişemaydı mesela. Şunaki layakatlik bir adam bolsa mı, şu hukukka layakatlik adam bolsa mı gerçi. Ama o başka mezhep yoki başka kabileden bu qalsa uğurlaşamaydı. Mesela Nimadan o'zdimi? Pokistondami? Pokiston Islom Jumhuriyati degandan keyin shu boshqa dindagi xristianlar bor bu yerda shunchalik yaxshi o'qigan xristianlar bo'lsa-mu, o xristianning o'qig'ini bir tiyin uni ashunday to'van ishga soladi ekan endi. Uniki salohiyati qarta, uniki bilimi qanchalik, u bilim bilan davlatning qanday masalalarni hal qilib oldi, u qanchalik o'z davlatga foyda yetkaza oladi, undaq narsani hisob qilmasdan o Hristiyan bu qağanlığı üçün ya kelki Ahmediye Müslüman cemaat diyen bir cemaat var. Aşıda bu qağanlığı üçün o özü başka töven tabakadaki adam hesaplandıken hatta ki Müslümanlığın düşmanı qatarı hesaplandıken aşına olan özü ola töven işlağa selindiki. Misal Abdüsalam dep Pakistan'da ötken
mashhur bir fizika olimi. Biz uniki Uyg'urcha tarjima qilingan kitobni o'qigan. Mushu Roshan Abbosniki otasi Abbos Burxonlar o'sha odamlar bilan ko'rishgan kishi ekan misol. Shu atomning parchalanish sohasidagi narsani o'tirib qo'ygan odam. Nobel mukofotiga erishgan. Faqat u odamning o'zi Ahmadiyya musulmon jamoatidan bo'lib qolganligi uchun uning o'zi Pokistonda undaq imtiyozlarga ega bo'lolmagan. U Pokiston to'xta bu o'zi Pokiston fuqarosi biz bundan davlatga foydalanishimiz kerak. Bu odamdan nurg'un foydalana olamiz. Bolalarimizni o'qitishimiz lozim va davlatga nurg'un foyda erishimiz lozim deb uning yaxshi xizmatini bermay, shundaq o'zi uning mazhabi boshqa bo'lganligi uchun uni yaxshi bir xizmatga o'rinlashtirmagan. Hozirgi islom mamlakatlari deganlarning hammasi nima degan vaqtda xizmatga salohiyatli odamni izlamasdan, salohiyat to'shmasimi, uning mazhabi qaysi bo'lish kerak, uniki millat qaysi bo'lish kerak va uning qabilasi kim bo'lish kerak. Ani surishti qildi. Qur'on nima deydi degan vaqtda Qur'oni Karim uniki salohiyati shu ishni qila oladigan salohiyatga ega bo'lish kerak. Buning o'zini belgilagan Qur'oni Karim. Ammo atalmış musulmon mamlakatlarda degan vaqtda u o'zi uniki iymoni mustahkam bo'lish kerak, taqvo bo'lish kerak deganga o'xshash shundaq nadiki Qur'oni Karim asos qilmagan narsalarni o'tirib qo'yib olib, undan keyin o'zi bu davlatlarning taraqqiyotiga to'sal bo'lgan ishlar o'tirib chiqmoqda. Yana o'zi bu nimada an'anaviy dinning o'zida boj oldigan vaqtida bojning o'zini ahli kitoblardan, majusilardan, butparastlardan boj elini deb belgilangan. Men bu kitobda men necha kundan beri ko'rib bu kitobning o'zini, shundan o'zi uni hammani oldim. Ammo burun o'qigan bu kitobni men shuning uchun yana qayta shu kitobning o'zini qo'limga olib, shu yerning o'zini tepib boshini yezib qo'ydim bu yerga. Yani ehli kitaplardan, mecuslardan, butperestlerden baş elindi o. Lekin Arap müşriklerden çoğu, Arap murtetlerden çoğu diye vaqtda ulardan elinmaydı. Görmemde? Arap bu qağalık için onundan elinmaydı. Nima için? Onundan elinmaydı diye vaqtda. Çünkü Kur'an-ı Kerim Arap tili düşken. Onun için o Araplar ulug' bir milletmiş. Onun için onundan özü baş elinmaymış. O kafir olsun baş edilmeydi ki mesela. Bu ne degan bo'ldi endi? Bu nedik adalet oldu? Demek milletçilik bilen İslam'daki siyasi öz tarafının özüne monopol kılıp algan Araplar. Onun için biz yuqorqi burunqi programmada jiq onu dep öttük. Araplar başka milletlerinin özüne mevali dep qaraydı. Kur'an'ın şu kitaplarda mevali degan o'zi mavzular var. Mevali degan nima desa, qul degan ma'noni bildirdi. Yani Arap bo'lmagan bütün milletlarning o'zini mevali degan kategoriyaga kirdirib turib, uni Araplarning quli deb o'tirib, uni o'zi e'tiqodniki, yana shu Arapniki o'zining e'tiqodniki, shu Arabdan boshqa insonlar Araplarning quli degan e'tiqodni o'ziga singdirib turib, shu e'tiqodniki monopol qilib olgan. Qur'onninki o'zi nemisini tamoman o'zgartirib o'tgan bular. Yana o'zi bir odam islomga kirsa 2 yilgacha, ya'ni Arab bo'lmagan bir odam islomga kirgan bo'lsa, islomni qabul qilgan bo'lsa yoki mu'min bo'lgan bo'lsa, iymon etgan bo'lsa, bu yerda islomga kirdi degan so'z nima degan vaqtida La ilahe illallah Muhammed Rasulullah deb o'zi iymon etgan odamni ko'rsatmoqchi endi. Iymon etgan bo'lsa, u mu'min bo'ldi. Uningga 2 yilgacha boj to'lamaydi, 2 yildan keyin to'laydi. Arab bo'lmaganligi uchun. Yani mushundaq o'zi narsalarni bekitgan Arablar. Yani Arab bo'lmagan millat mayli o'zi iymon etsin, mayli etmasin, u baribir boj to'laydi. Chunki nima uchun degan vaqtda u mavali. O Araplarning chakalari degan gap endi.
Yana bir adam imandan yenip alsa 3 güngacha ona möhlet berildi. 3 günden keyin o adam imani qaytib kelsa, onu özü öldürülmeydi. Eğer imani qaytib kelmesi dese, o öldürüldü. Eğer o adamdaki yani öldürülgen vaqtda onun meli hükümet tarafından özü musadir kılındı. Ya ko'may urug' tuqqanlari bo'lsa, yani musulmon urug' tuqqanlarga uniki mollarini bo'lib berildi. Agar u urug' tuqqanning ichida bir qism kofir urug' tuqqanlar bo'lgan bo'lsa, uning hech narsa berilmaydi. Agar o iymonni yenib olgan odam, yani bir odam shu iymonni yenib olgandan keyin uni bir odam o'zi o'ltirayotgan bo'lsa, ko'chadagi besarangdan besi chiqib, "Ma iymonni yenib deb o'ltirayotgan bo'lsa, uni o'zi gunohkor deb hisoblanmaydi, u o'ltirayotgan odam. Mana mundaq o'z qoidalar bekitilgan buningga. Qur'oni Karimda nima deydi desa, dinda zo'rlash yo'q. Dini yani e'tiqod erkinligi Qur'oni Karim tamoman berilgan. "Faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur" degan. Yani xohlisi ishonsin, xohlamasa ishonmasin desa, bu o'zi kitobda nima deydi desa, uning o'ziniki ideologiyasi bilan monopol qilib turib, o'zi tamoman o xolis ishonsin, xohlamasa ishonmasin degan ep tashlab turib, ishonsa majbur, ishonmasang o'lim. Shuning uchun bizniki ajdodlarimiz islomni qabul qilgan vaqtida, iymonni qabul qilgan vaqtida qanday qilgan deganda, millatimizniki yerimi shu o'zi iymonni qabul qilmaganligi uchun o'ltirilib ketgan. Yani milyonlagan insonlar shu vaqtda bu yerda o'ltirilib ketgan. Mesela hozirgi vaqtida, degan vaqtda, hozirgi vaqtda Saudiya Arabistonda bir odam chet eldan berib, masalan bizning vatandan bir odam Saudiya Arabistonga berib turma desa, o odam o'zi iqomat edish kerakki, o iqomatning o'zini shu bir arabning o'zini kepil qilib turib oldigan gap. O arabga davomli pul to'laydigan gap, har oylik uchun pul to'laydigan gap. O hozirgachilik shu mavali o'zi nemasining o'zini, qoidasining o'zini, mavali degan o'zi shu tuzumning o'zini ishlatayotgan gap. Ya'ni sirtdan kelgan ajam deydi hamda boshqa millat Saudiya Arabistonga berib turma desa, bir arabniki chakiri, quli holatida bo'lib turib, uniki himoyasida o nima turadigan gap. Xohlagan vaqtda o arabning o'zi uni o iqomatni bekor qilib chiqarib o'tishga chiqarib o'toladi degan gap. Manda holatda. Ya'ni Saudiya Arabistondagi biz butun dunyoda o'zi musulmonlik eng yaxshisi deb hisoblaydigan shu musulmonlar qilayotgan ish mana shu. U aslo Qur'oni Karimga to'g'ri kelmaydigan bir yo'l yani. Qur'oni Karimda yig'ilgan zakotdan, ya'ni bojdan ehtiyojli odamga berildi. Yani ehtiyojli odam, yana yordamga ehtiyoji bor odam, qaysi din, qaysi mazhab yoki qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar, ehtiyojli bo'lsa, hukumat uning berish, o hukumatning ustidagi vazifa. Ham buni degan vaqtda, buni faqat musulmonlar berildi. G'ayrimuslim bo'lsa, ochqib o'laversin. Bunda holatdagi tuzumlar bekitilgan. Shuning uchun bu yerda nima deydi desa, kofirlarniki melni, hatto bir tal tukuni julsaqmi hisob deb Yevropaga kelib, Yevropada har davlatlarda yashayotganlar ichidagi bir qism saranglar berib o'zi bir narsani tiqishtirib, nimadan do'kondan bir narsani tiqishtirib o'g'irlab chiqib ketadigan shunday o'zi ishlar o'sha Uyg'urlarning ichida yuz beriklik. Chunki o'qigan kitobi mushu o'qigandan keyin shunday qiladigan gap endi. Yana bir degan vaqtida yana musulmon nima hokimiyat, yana islom hokimiyati
iymon etmagan insonlarning hammasini dushman deb tonish bekitilgan. Musulmon bo'lmagan davlatlarning hammasini Darul Harb deb qaraydi. Hozirgacha shunday qaraydi. Shu mo'lulniki hammasi degandek ashta qaraydi. Darul Harb deb qaraydi. Dushman bir o'zi davlatlar deb qaraydi. U mayli uniga hujum qilgan bo'lsin, qilmagan bo'lsin qat'iy nazar, uniki o'zi iymon etmaganligi, uniki dushmanliginiki ifodasi qatorida hisoblanadi. Ammo Qur'oni Karim degan vaqtda Qur'oni Karim kim sana hujum qilsa, o sening dushmaning. Kim sana hujum qilsa, o hujum qiluvchi mayli kafir bo'lsin, mayli yahudi bo'lsin, mayli nasara bo'lsin, mayli o'zi musulmon bo'lsin, ya'ni mu'min bo'lsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar, o sana hujum qilgan davlat o seniki dushmaning. Misol bizning vatanni misol olsak, vatanga hozir Xitoy hujum qilib kirdi, o bizning dushmanimiz. Agar biz mustaqillikni elib qilgandan keyin o bizning vatanga Afg'onistonning Talibanlari hujum qilgan vaqtda u bizning dushmanimiz bo'lardi o'xshashlar. U o'zi shariat bilan hukm qilyapmiz, oqchi ko'kchi deb o'tirib o'zini mu'min, taqvo mu'min sanagan bo'lsa-mu, lekin u bizniki vatanimizga tajovuz qilganligi uchun u bizning dushmanimiz hisoblanaverdi. Ya'ni uniki mazhabi, millati yoki diniy e'tiqodi kim bo'lishidan qat'iy nazar dushmanni belgilash uniki e'tiqodiga yoki millati qaratilmaydi. Faqat uniki dushmanlik nazariyasi bilan uning hujum qilgan qilmasligi bilan belgilandi. Ya'ni kimki uni besilish nimasida uni hujum qilgan bo'lsa, zot hujum qiluvchi yaxshi niyatda hujum qilmaydi. Unda bo'lgandan keyin u hujum qilgan davlat uniki o'zi dushman bo'lib hisoblandi. Uning qarshi taqobil turish, uning qarshi kurash qilish u hujum uchirg'uchi davlatniki vazifasi bo'lib qaraldi. Endi mushundaq qilish orqali, ya'ni hozirgi mo'llalniki selayotgan zini nima degan vaqtda zini mana mushu iboralar, mushu hidoyatdagi, sharva qoyildagi mushu iboralarga qarab turib, iymon keltirmaganlarning hammasi dushman degan mana mushu narsani asos qilib insonlarga, ya'ni xalqimizga so'zlaganligi uchun xalqimiz nima deydi degan vaqtda, ya'ni o'zi iymon etmagan, mu'min bo'lmagan insonlarniki hammasining o'zini dushman qatori sanoqliq va shu qatorda siyosatni ashtaq etmaylik. Mana mushu o'zi e'tiqodniki, mushu ko'z qarashniki qulub ketishlik va mushu ko'z qarash bilan insonlarimizni monopol qilib olaylik. Va mush sababdan nima bo'ladi degan vaqtda haqiqiy dushmanimiz bo'lgan, vatanimizga tajovuz qilib kirgan, xalqimizni o'ltirayotgan, o'zimizniki o'zi Uyg'ur kimligini o'zi yo'q qilishga hujum qilayotgan, mushu o'zi bizniki ashaddiy dushmanimizdan kurash nishonining o'zini butunlay o'zi boshqa tarafga burab, boshqa bir insonlarni dushman qilib ko'rsatish orqali bizni ko'rishimizga, ya'ni milliy mustaqillik ko'rishimizga nihoyat ig'ir ziyonlarni keltirib chiqaryapti. Misol, hozir mushu Afg'oniston, Suriyadagi qarindoshlarning o'zi o'tganda biz so'zlabdi, endi Suriyadagi urush tugadi, ham buningdagi urushning o'zi Makka, Madina va Qudus qarab bo'larmish. Odamning haqqi bormi u yersiniki? Nima ish qilganligi uchun sen u yerga borasiz misol. Seniki qildigan ishing vatanda Xitoy qarshi qilishing kerak. Uningdan boshqa bizning hech qanday dushmanimiz yo'q dunyoda. O dushman bizga yetib eshib ketyapti hozirgi vaqtda. Seniki u yerga berib o g'arb qarshi urush qildigan yoki arablarga o'zi qarshi urush qilib butun o'z insoniyatga Uyg'ur deganning o'zini yo'qotib berishga tegishli millatga deydigan holatga kelishing o'zi millatning oldida nihoyat cho'ng jinoyat o'tkazganligidan, xoinlik qilganligidan boshqa narsa emas. Yana bir qism mollalar Qur'oni Karimda Yahud, Nasara, Majusi va mushrik degan bu ismlar va Xitoy deganning ismi yo'q. Undaq bo'lgandan keyin u Qur'onda ularning ismi bo'lmagandan keyin Xitoyniki, o Xitoy bizniki dushmanimiz emas, o'sha Yahud, Nasara, o'sha Majusilar, o'sha bizning dushmanimiz deb millatni mandaq o'zi qaymoqtirayotgan sharafsiz mollalarmi mavjud aramizda.
Bu gapning o'zini hech qaytim deyil, lekin mushundaq o'zi millatni mushu nim bilan mush Qur'oni Karimdagi biz bir qism atalg'ularni suiiste'mol qilish orqali millatni o'zi boshqa bir insonlarga qarshi kurash qilishga targ'ib qilish va millatni kallasini ashundaq monopol qilish orqali millatni ozdirish ishlari nihoyat ig'ir yuz bermoqda millatimizning orasida. Ulardan nima ish Va qiladi bu deysiz? nima bu ko'z qarashlar millatniki, ya'ni millatimizniki haqiqiy dushman kim o? Misol, millatni haqiqiy dushmanning o'zini to'g'ri taniyolmaslik, to'g'ri taniyolmaslik va millatning o'zini tamoman o'zi boshqa bir xalta ko'chiga, boshqa bir xato yo'lga boshlab qo'yishdek bundaq bir ishning o'zini o'tirib chiqarmoqda. Millatimiz ashuni tamtirab, hozirgi vaqtda o'zining dushmani ayri qilib qilib, paloniya jihad vaka desa, aşağı berib o'z xudi jannat kirdigandek, shundaq o'zi arzu armonlar bilan meng'liq. O'tganda masalan Suriyaning urushi boshlangan vaqtida shu nimaniki Turkiyada nurg'un odamning ketganligini angladik misol. Aşağı berib o'lsa jannat kirdiganligini his qilib ketayotgan odamlar. Uning o'zi tashkil qilayotgan bir qism molla va bu mollalarmi shu Xitoyniki yantayı bo'lib millatni yo'qotish uchun Xitoy bilan bir saf turib o'zi Allah'ın desmi isteyip durup başına özü Xitayga yardım beriyotgan milletimizin yok kılış için öz hesip koşuyotgan münafıklar var aramızda. Kur'an insanlarını insanlıkta birlik kirişini, insonlikda birlik kirish va insonlikda bir-birini hurmatlash, ilab yashash va diniy e'tiqod sababidan bir-birini dushman tutmaslik qatorliq ishlarga bo'lsa, prinsiplarga bo'lsa, bizniki bu diniy sohadagi insonlar mana mushu o'zi mushundaq kigiz kitoblarniki sababi bilan bu insonlarimizni qanday qilib desa, uni e'tiqod sababli bir-birini dushman tutish. Hozirgi vaqtda misol Sharqiy Turkiston Islom partiyasi deb quribdi partiyasining o'zini. Endi u yerda misol islom deganlikdan endi la ilaha illalloh degan o'zi odam bo'lish kerak demoqchi endi. Unda iymon demak islomning o'zini iymonning o'rnida ishlatdi. Namoz o'qiydigan odam bo'lish kerak. Bizdagi millatimiz yo'q degan vaqtda u millatning ichida nurg'un odamlar unda xalqi iymon deganni bilmaydigan holat bo'lib ketdik. Hozir masalan cho'ng'iyotganlar texim bilmaydi. Boshqa dinga kirib olganlar bor. Ularning o'zi nima degan vaqtda ularning o'zini dushman holatiga ekib qo'yganlik. Onun uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda diniy e'tiqod sababli bir-birini dushman holatiga ekilish, dushman tutish bu Qur'oni Karim qattiq cheklagan narsa. Buning o'zini diniy e'tiqod sababli dushman tutish bilan monopol qilib milletimizni qaymoqtirayotgan insonlar nihoyat ko'p. Bu o'zi Qur'oni Karimga tamoman zid. Qur'oni Karimga o'zi Qur'oni Karim qattiq cheklagan bir narsa. Shuning uchun bu bizniki shu nimadimi? Masalan Qur'onga asosan davlatchilik degan mavzudimi biroq shuni deb o'tdik. Bundaq o'z gaplarga yana diniy sabablik, yani diniy sabablik deganimiz e'tiqod sabablik, yani e'tiqod sabablik dushman tutish ishlarini o'zini tamoman tashlash va unutib ketish, har odamniki e'tiqodi o'zining shaxsiy ishi deb tunish bu o'zi Qur'oni Karimdagi nihoyatda bizga ko'rsatgan to'g'ri bir o'zi yo'li. Yani biz shunday qilgan vaqtda hammadan bir chiqisha olamiz. U qas mazhabda bizning ishimiz yo'q. Namoz o'qimamda uning bilan ishimiz yo'q. U Sharq Turkistonliklar bo'lsa, Xitoylar bo'lmasa, Sharq Turkistonliklar bo'lsa, uning bilan o'z bir safda turib, biz o'zi vatanimizni ozod qilish, o'zimizniki majburiyati va Alloh taolo buyurgan bir farz. Buni qilmasdan biz mazhabni ichiga kirib olib, e'tiqodni ichiga kirib olib, har narsaga e'tiqod bilan qarab, u odam Allohga ishonmamdi, u odam namoz o'qimamdi, u odam ro'za tutmamdi deb buning o'zini asos qilib turib, insonlarning o'zini bundaq tanlash
unda qılmaganlarning o'zini o'ziga dushman hisoblash bu Qur'oni Karimda qattiq cheklangan bir narsa. Shuning uchun bu yerdagi siyosatni bundaq ko'z qarashlar bilan monopol qilib olish, o Qur'oni Karimga tamoman o'zi xiloflik qilganlik, Qur'oni Karim qarshi chiqqanlik bo'lib hisoblandi. Shuning uchun bu so'zlayotgan insonlarniki gapini birinchi to'g'ri xatolikqa diqqat qilishimiz lozim. Ikkinchi amaliy hayotga sepib qilishimiz lozim. Amaliy bu dunyoning o'zida u narsa aqamda aqmamdi. Hozir ashlan deyotgan gibi dunyoda aqamda aqmamdi misol. Bunga diqqat qilishimiz lozim. Qur'oni Karimdagi bütün oyatlarning o'zini amaliyat bilan, ya'ni insoniyatniki dunyoda qilayotgan ish harakatlari bilan tarjim qilib ko'rishimiz lozim. Shu vaqtda Qur'oni Karim insonlarniki so'z harakatlarining o'zini qandaq o'zi tushuntirib berdi, qandaq to'g'ri ish qilgan bo'lamiz, qandaq to'g'ri so'zlagan bo'lamiz. Buni Qur'oni Karim bizga belgilab beradi degan gap. Shuning uchun bu yerda oxirida dinchilarniki bu siyoset sohasidagi masalalarni, siyosatni tamoman shu e'tiqod bilan monopol qilib olgan taraflarga millatimiz ko'p berilib ketmaslik kerak. Millat bütün o'zi Sharqiy Turkiston xalqining o'zini o'rtaq o'zi bir insonlik nuqtasida bir o'zi nima qilish, tushunish va insonlik nuqtasidan ularning o'ziga muomala qilish, uniki shaxsiy ishlar deganimiz, ya'ni e'tiqodiy ishlarga, namoz o'qish, o'qimaslik ishlarga aralashmaslik, uning o'zi Xudo va u odamning o'zining shaxsiy ishi, jamiyatning orasidagi ish emas deb tushunish va jamiyat degan vaqtda Sharq Turkiston xalqi jamiyatniki orasida faqat o'z insonlik nuqtasidan bir millat yoki bir xalq bo'lish nuqtasidan qarash va shu sohada o'zi birlashish va shu birlik bilan düşmanımız qarşı kurash qilish bu bizni g'albaga olib boradigan bir nihoyat yaxshi bir yo'l. Ya'ni biz u yerda mazhabni, millatni har xil bizni oramizdami, misol Sharq Turkiston xalqining orasida Uyg'urlar, Qozoqlar, Qirg'izlar, O'zbeklar, yana Tatarlar degandek xalajik o'zi 13 millat bizni vatanda nima qiladi. Shuning ichida faqat bizning dushmanimiz nima degan vaqtda Xitoy. Xitoydan boshqa hamma o'zi Sharq Turkiston xalqining hammasi o'rtaq o'zi murni taraf bir millat biz deb o'tirib, o'sha vatanda hammamizning o'rtaq haqqi bor. Ashani ozod qilish hammamizning o'rtaq vazifasi va majburiyati va Alloh taolo buyurgan bir farz deb o'tirib, biz hammamiz o'rtaq o'zi bir kuchga aylanib kurash qilish, mana bu Qur'oni Karim ko'rsatgan siyosat. Agar uning sirtiga chiqib mazhabchilikni bozorga solsak, dinchilikni bozorga solsak, bu o'zi qat'iy bo'lmaydi. Buning orqali millatniki bu yo'lidagi siyosatni monopol qilib olish bu nihoyat og'ir bir jinoyat hisoblandi va og'ir bir xatolik. Millatning oldida xoinlik, Allohning oldida o'zi bir jinoyatchi, xiyonatchi bo'lib hisoblandi bunday odamlar. Xo'sh. Allah razı olsun. Belki hem de bizdeki Arap yoki boshqa millatda bizim düşmanımız emas ya g'arib yoki bizniki birdan bir düşmanımız Xitoy desa, bular Xitoy Qur'oni Karimda Xitoy deb yozig'liq emas, uningda shu Yahudi, Nasara deb yozig'liq. Shunga ular bizning düşmanimiz, ular Allohning düşmanı bo'lgandan bizim ularniki tabiiy musulmon bo'lgandan biz uning düşmanı bo'lib ketamiz, biz shuning düşmanı. Ular bizning düşmanımızda, mana düşman tutadi. Buni nima deydi? Albatta, u yerdagi narsa nima degan vaqtida u yerda Alloh taolo u kofirlarni, Yahud Nasoralarni mening dushmanim degan yami yo'q. Chunki Allohga dushman bo'la oladigan bir maxluq yo'q dunyoda. Dushman deganning o'zi bizning oldimizga misol bir kala ya eshak yoki bir tunguzi olsun,
Qısa aş Tunguz mening düşmenim, kala ya eşek mening düşmenim demaymiz. Nimishqa degan vaqtda u bizga dushmanlik yaramaydi. Onun o'zi qurolni ochib government mengasiga bino ochsaq, u bizni oldimizga qurol ko'tarib kelolmaydi. Unda bo'lgandiki u bizning dushmanimiz emas. Uni yirtqich deb qaraydi shunga bizda. Ham bu dushman degan nima degan vaqtda o'zimizni teng saviyadagi bir iqtidor egasi bo'lgan insonlar kelgan vaqtda u bizning dushmanimiz bo'la oladi. İnsanlar qanday qilib Allohning dushmani bo'ldi? Qur'oni Karimda aduvalloh degan so'zning oxirida va aduvakum degan oyat bor. Bu nima degan bo'ldi? Ya'ni sizlarning dushmaningiz degan gap bu yerda. Bu Allah'ın düşmanı ne dese Allah karşı bir ok etip Allah'ınki öz erşisinin özünü işgal kılma dep yürüyen bir insanı tasavvur kılmaymiz. Çünkü Allah'a ok atıdığan, Allah bilen özü sokuştuğan undaq bir mahluk hiçbir yer yok. O mümkün emas. Undaq olgadı ki Allah'ın düşmanı hesaplanmaydı o adamda. Allah düşman buluş o asla mümkün emas. Biz kulluk nimesinde beyimince neslen düşendügen Allah'ın kulu degan ibare qarta Allah'ın kulu oluş mu? Allah vel ten iqtidardaki insanlar Allah kul bola alaydı. Allah vel ten iqtidarda hiç qanday bir mahluk yok. Anda qo'ygandiki o nima degan vaqtda Allah'ın mülki. Allah Taala onu bütün kainat mening mülküm dedi. Unda qo'ygandiki kafir mi Allah'ın mülki? Allah yaratgan bir mahluk, Yahud Nasaram Allah yaratgan mahluk. O asla öz Allah'ınki düşman olamaydı. Düşman deganning o'zi o'xshash iqtidordagi maxluq bir-biriga hujum qilgan vaqtda dushman bo'ldi. Misol. Shuning uchun bu yerdagi bizning dushmanimiz nima desa, u boshqa davlatdan kirib olgan yovtungizlar yoki shir yo'lboslar bizning dushmanimiz emas. U yer dushman nima degan vaqtda biz tang iqtidordagi bir inson sifatidagi Xitoy. U bizning dushmanimiz. Ya'ni bir yerga bir boshqa davlatdan beqotan o'zi bir Yavtunguzlu kirse düşman kirdi demeydi hiç qanday bir devlet. Mesela Amerika'ga, Meksika'dan mыңlagan özü bir Yavtunguzlar kirse, Meksika'dan düşmanlık kirdi dep qarmaydı. Beymet Yavtunguzlar kirdi deydi. Vaqt kes etip atıdı, vaqt kes qo'yib berdi. Ama Meksikaliklar Qur'onni ko'tarib kirgan vaqtida, u nima deydi degan vaqtida, hamda düşman kirdi deydi. Shuning uchun Allah'a düşman buluş o insonga asla mumkin emas. İnsan bo'lsin, perişte olsun, kainat her qandaq narsa Allah'a düşman bulamaydı. Çünkü o Allah'a düşman buluş iqtidorga ega emas. Şunun için o düşmanlık seviyesini bilish lazım. Biz odatda mesela mana hozir yangi tug'ilgan yoki bir 2-3 oylik bo'lgan bir bolaning o'zi aslida düşman desa men qandaq u menga düşman bo'ldi. Uni qanday o'zim düşman hisoblayman. Yani Kur'an'da Xitoy deb yozmasimi o hatta Allah'ın düşmanı, yani sizlerin düşmanı degan oyatladi mi? O halaqi Yahudi Hristiyan bo'lib qolganlik uchun Allah'ın düşmanı bizning düşmanimizga aylanib qolmaydi. Ular halaqi tinchlikni amalga oshiradigan sulhlarni, shartnomalarni yirtib tashlab bu musulmonlarninki qurgan nimasiga ya Medine'deki Müslüman hem Yahudi hem Hristiyanlar birleşip koyan hem dinsizm var da onun içinde. Şu devletin tiştiğine karşı çıkanlar şuna mı ya? Şu tüfeyle değil mi? Ayında buludu. Elbette. O ılkı Yahud Nesara'nı o yer kösetkin nime desek Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında Peygamber Aleyhisselam'ın hakimiyeti karşı çıkan insanlar şu yerdeki Yahud Nesara olgan. Şu yerdeki Yahudlar ve şu yerdeki Mekke müşrikler olgan. Onun için o Peygamber Aleyhisselam'a aşı san karşı çıkıvatkan aşı Yahudlar, aşağıdaki müşrikler, aşısının düşmanının aşının karşı köreş kıl deyiklik. O bizge nemini gösterdi diye vaxtda Peygamber'e karşı çıkan insanlar, Peygamber'in hakimiyetine karşı çıkan insanlar, o hakimiyet düşman boğan bolsa, bizge çoğu diye vaxtda bu Mekke müşrikleri, bu Yahud Nesara bizning vatanimizde besip vaxtı yok. Bizning vatanimizni kim besip aldı? Bizge kim karşı çıktı? Xitoy. Unda qo'ygandikin bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz uni tatbiq qilgan vaqtda aniq chiqib turdi. Payg'ambar qarshi chiqqan o insonlar, qarshi turgan insonlar o dushman bo'lgan bo'lsa, bizga qarshi turgan, bizning yoshimiz hatto qarshi turayotgan dushman kim degan vaqtda Xitoy. Demakki Xitoy bizning dushmanimiz degan gap bo'ldi.
Şuning uchun bu Qur'oni Karimdagi bundaq masalalarni tatbiqlashnimi bu nihoyat yaxshi bilish kerak. Bir yerda o'zi bir Allohga ishonadigan bir insonlarga ya boshqa bir insonlar dushman bo'lgan bo'lsa, uni menmi Allohga ishonatdim, shuning o'zi meningmi dushmanimga deb tunish o butunlay xato. U shu odamning dushmani. Masalan, Falastinlikni misolga olsak, Falastinlik bilan o'zi Isroil ikkisi bir-birlariga urush qildi. Qanday u Isroilning u Falastinning dushmani. Ammo İsrail ki bizim vatanimizga o'q atqini yo'q. Yoki Uyg'urlarga o'zi ziyonkashlik qilgani yo'q. Hatto Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'urlar taraf turyapti Yahudlar. Unda qo'ygandiki u bizning aslo dushmanimiz emas. Hattoki u bizning strategik bir o'rtog'imiz desak ham bo'ladi ba'zi vaqtda. Uni hech bir zaman biz o'zi bizning vatanga hujum qilmagandan keyin uni biz dushman deyishimizga aslo bo'lmaydi. Bizning dushmanimiz nima degan vaqtda? Aslında ma'lum bo'ldiki, bizning dushmanimiz Xitoy ekan. Xitoydan boshqa hech qanday bir dushmanimiz yo'q. Ham bo'lishimi ortiqcha bir ish. Bizga urg'atlik bir insonlarga u besh-batman dushmanning aslo keragi yo'q. Yani zalimninki yoki mazlumninki millati, dini yoki shu bunda ayırmaymiz-la. Eğer kim kimga zulm qilgan bo'lsa, zulm qilishning o'zi xato. Bu Albatta. To'g'ri. Zalim kim bo'lsa, mazlumning dushmani shu degan gap. Misolda bizga zulm qilayotgan Xitoy, unda qo'ygani bizning dushmanimiz Xitoy degan gap. Bu yerda bizga hujum qilib, Qur'onda "Fatadu alayhim bimisli matada alaykum" degan oyatlar bor. Nurg'u yerda bor bu. Bunda oyatlarga qaragan vaqtda nima degan vaqtda sizga kim hujum qilgan bo'lsa, sizni kim besib olgan bo'lsa, kim ziyonkashlik qilsa, shu sizning dushmaningiz degandan keyin buni da bizga aniq chiqib turdi endi. Bu yer Suriyaga kelib boshqa bir millatga qarshi o'q etishga hech qanday hojat yo'q. Tamam, bu yerda askarlikni o'rgansin, qurol etishni o'rgansin, yasashni o'rgansin. Eyvallah, ularning o'zi hammasi zodi nihoyat yaxshi bir ish. Ammo u yerda u yaxshilik qilib, undan keyin u yerda sizning dushmaning bo'lmagan insonlarga qarshi turish, uning qarshi o'q etish, o butunlay o'zi bu xato bir ish. Ya'ni o'zi Uyg'ur millatiga qilgan bir ziyonkashlik. Nima uchun degan vaqtda u qilgan ishing butun Uyg'urga vakolatan bo'lgan bir ish. Uyg'urni dushman tutishga, Uyg'urni u millatga yani dushman qilishga so'rab borgan bir narsa. Uni u vaqtda nima bo'ldi? Uyg'urning millatning dushmani ko'paydi degan gap. Bir tal dushmanda endi Xitoy, unda ikki dushmanga, uch dushmanga aylandi u vaqtda. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda dushmanni to'g'ri tunish nihoyat muhim va uni to'g'ri o'zi muomala qilish, to'g'ri qarshi turish, to'g'ri kurash qilish uningdan muhim bir narsa. Yani sen zalimni yo'qtiman deb, yine o'zing zalim bo'lsang bo'lmaydi, shundaqmi? Albatta. Zulm qilsang bo'lmaydi. Keyin boshqalar seni shu men zulm qildi deb yine sen qarshi turgan gap. Men haqli deb shu. Allah razı olsun. Gerçi şu Kur'an-ı Kerim'de Xitoy deb yozmagan bo'lsa-mu, shu zalim o bizni mustamlik qilib olganlik uchun o bizning dushmanimiz ekanligi aniq. Hatto shu qarindoshlarning ishida mayli tag'diki bo'lsin, bag'diki bo'lsin yoki men siyosat qilyapman deganlar bo'lsin, mushular bir-biriga shu narsani aniq qilib bo'lolmay, bildirib bo'lolmay yerib shu. Nima ish degan chog'da hamma narsani e'tiqod, iymon nuqtasidan, shu rujakdan qarab qilg'achqa o'zlarining ishidagi bo'limchilikmi shu. Yani onun itiqadı bilan yine birisinin itiqadı o'xshamaydi. Birisi belki Vahhabiydi, yine birisi Selefiydi, Kur'anlık Selefiydi, yine birisi Sufiydi endi shu. Mushunday degandek shu ya şu itiqad nimelerini asas qilib olg'ashqa bo'ladigan ishlarken bu faqatlam sirtqi diplomatik munosabatlik emas, o'zimizning ishidagimi tinchlikni amalga oshirish, birlikni amalga oshirishda bek muhim nuqta ekan. Allah razı olsun. Evet. Ahmetjon bizniki dinchilarning o'zi Qur'oni Karimni mushundaq o'zi Qur'oni Karimda bo'lmagan ideologiyalar bilan monopol qilish orqali millatimizga Qur'oni Karimdagi to'g'ri bir o'zi siyosatni boshqa bir narsaga aylantirib, millatimizni o'zi boshqa bir narsaga, boshqa bir millatlarga yoki qarshi qo'yish orqali Xitoyniki
neniga yağ sürkeydigan mundaq o'zi ishlarni qiliqliq. Bu nihoyatda o'zi ig'ir bir jinoyat bu. Şoň qattyk hoşar boluşypyz gerekki. Ahmetcan, sual biňäs barmy daş? Elbette. Sen özen to'g'ri odam bo'l degan gap. Bu Qur'ondagi o prinsipço. Sen o'zing to'g'ri odam bo'l, boshqalarga to'g'ri muomala qil. Bo'ldi, shu sana yetadi degan gap. Sirtqa nimqa vaqtida. Bu kadar yani güzel de yani. Bunu bizden başka milletler kılıvadıdı mesela. Mesela Elbette. üzüneki Palestin'de kutkuzuş için mesela Xitay'ın kompartiya bilen görüşüyordu. Yakomu Suriye mi şunda başka devletler mi şunda da nimişka Hmm. taşkı siyasette şu menfaat nasıl kılıyordu. Elbette her kadar bir devlet üzünü güçlendirir için oylaydı da. Hmm. Mesela hazırki vaqtida Suriyada şu qarindoshlarimiz turyapti. Allah saqlasin, ammo bir kunsi şu Suriye devletiga manfaat kerak bo'lib qolib, Xitoy uningga shu 10 ming Uyg'urni bersa, bo'g'dak darajada bir o'z foydani berib qolgan vaqtida u Suriye hukumati uni setyapmaydi deb hech kim garantiya qila olmaydi. Burunqi vaqtida qalaymaqonchilik bor vaqtida ular o'zining kimligini saqlab tura oladi. Qalaymaqonchilik davom qilgan bo'lsa, ular qurollarni tutib tura olgan bo'ladi. Ham bundan keyin bo'lsa, hokimiyat mustahkamlangan sari qo'lda qurol hammasi ketadi. Chunki qurolni qo'yib qo'ysa, u yerda hokimiyat qarshi chiqadigan ish chiqadi. Hokimiyat o'ziniki xotirjam, tinch bir jamiyatni barpo qilish uchun u qo'lda qurolning o'zini bir-birlab yig'ib oladigan gap. Yig'ib olgandan keyin u yerda yashig'il qo'yamdi, qo'ymamdi. Bu yerdagi masala bu yana. Bu yerda pasportni berib, sen o'z Suriyaniki ishlarga ancha-muncha hassa qo'shibsa deb pasportni bersa, u vaqtda Alloh rozi bo'lsin deymiz. Agar pasportni bermay, Xitoy bilan yangichida so'zlashib, Xitoydan pul undirma deb Uyg'urlarni dasmiy selib qildigan shu qilib qolsa, Turkiya chig'ib dasmiy selyapti misol. U vaqtda bu qarindoshlarimizning holi nihoyatda xarob holatga o'tilgan gap. U islom davlati deb ayaga va jihad qilgan kishi qilgan ishlarning hammasiga to'ydi u vaqtida. Shuning uchun buning o'zini oldini ola bir farqlantirish, bu sohada ancha-muncha boshqatirish nihoyat yaxshi. O'lsak jannat kiramiz deb jannat kiramiz, jahannam kiramiz deb uni bilmaydi odatda. Uning o'ziga diqqat qilish lozim bundaq ishlarga. Ben şu Suriye'de 2006, 7, 8, 2008 tug'dim 2 yil uchun. Shu vaqtning o'zida Suriyada tug'ilib cho'ng bo'lgan Kürt bolalar bor-ku, Kürtlar. Hech qaysiga kimlik bermaydi-da o chog'da-chu. O Evet. kimliksiz bir insonlarda o'zi isbotlayolmaydi zoti-chu. O darajada temda. Buningdagi yanında ishlar bo'lmamdi bu, digilolmaydi-da. Maqatimga Elbette. chiqayotgan biramala adam ulabdimdi-chu. Qaytadan yana Ya, qalaymanlashib iye-chu. Buning uchun keyin qanday bo'ladi? Ish qilib qattiq hushyor bo'lmasak, ish chataqamiz-chu. doğru. Ahmetcan'ı gibi tügümeyli ben tatip aldım mı? Hı, hı, oldu. Meylanda bo'lsa kelarki sanning temisi bormi yo'qmi uni keyin e'lon qilamdik. Ba ama nimede aralıkta ilan kılımız gayem varız. Mayli. Hı, Allah razı olsun. Nayt yaxshi bo'ldi. Endi bu anaqa temisi qaytilinib qoldi deb qaramay xalqimiz. Yine qaytadan tinglab baqsa, texmi yaxshi bo'ladi. Biz ma'lum bir adamning o'zimizning millatni bo'lgunchi qilishi ortiga chiqqan bir adam emasmiz-chu. Faqatla hı. birlik texmi yaxshi bo'lsa ekan, dushmanimizni azaytsak ekan degan maqsadda qilyapmiz. Alloh sizdan razı olsun. Bugungi Qur'ondan nazar
88 qism monopol qilingan siyosat degan programma ishlab tugagan bo'ldi. Allah razı olsun ustoz. Yana bir 89 qismda monopol qilingan yana boshqa temalar ustida to'xtalamiz. Allah razı olsun. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Ramazoninglar